Odil Yoqubovning Diyonat romani vaqtida voqea bo'lgan asarlar qatoridan joy olgan. Ushbu roman hayotning muhim qirralarini o'zida jamlay olganligi bilan ham qadrlidir. Bir qarashda roman psixologik asardek tuyuladi. Unda turfa xarakterlarning botiniy ifodasi yetakchilik qiladi. Romanda muallif ijodiy niyati va tafsilotlari rang-barangligi qahramon nutqi bilan qorishib ketadi hamda xotira, esdaliklar uyg'unlashuvini yuzaga chiqaradi. Qahramon hayoti bilan davr voqealari o'zaro ziddiyati, asar falsafasini diyonat, or-nomus, iymon, e'tiqod kabi insoniy sifatlarni mohiyatini ilg'ab olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu o'zaro murosasiz jangni shaxsni o'zini anglashda da'vat etadi. Diyonat faqat o'z davrining mahsuligina bo'lib qolmasdan, 20-asr nashrining barmoq bilan sanarli asarlari sarasiga tushishini hech kim mubolag'aga yo'ymasa kerak. Badiiy asar shunchaki sof san'at namunasi, yillar, asrlar o'tsa hamki eskirmaydi. Har qanday tuzum va davr qoldig'ini yorib o'tib, odamzod kelajagi uchun beminnat xizmat qilaveradi. Shu ma'noda Odil Yoqubov olamining go'zalligi, insoniyatning ham shu go'zallikka munosabatini, gumanizm mohiyati va qadr-qimmatini butun ijodi badiiy to'qimalariga yo'yib ketgan milliy ma'naviy xotirasiga singdiradi. Odil Yoqubovning Diyonat romani bu inson hayotini o'zgartira oladigan romanlar qatoriga kira oladi. Odil Yoqubovning Diyonat romanini o'qishingizni maslahat beramiz.